Atletico Madrid direktori: Xulian uchun 100 million taklif qilmadik, Bruzellikni ham, 200 ni ham qabul qilmaymiz. U uchun ideal klub Atletico degan qarorga keldik, deydi Atletico rahbariyati. Jurnalist Santi Ao'ning xabar berishicha, Muhammad Salah erkin agent sifatida Beshiktoshga o'tish bo'yicha tomonlar og'zaki kelishuvga erishgan. Futbolchining yillik maoshi bonuslar hisobiga olmaganda 10 million yevroni, bonuslar bilan esa 12 million yevroni tashkil qiladi. Misrlik futbolchi bilan 1 yillik bitim imzolanadi va uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Lionel Messi o'sha surat va o'sha voqea haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Lamin bilan o'sha surat. U chaqaloqlikdagi tushgan suratimizdan keyin mana endi finalda bir-birimizga qarshi maydonga tushmoqdamiz. Bu shunchaki aql bovar qilmas voqea. Biz yaxshi o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin Yamal va uning jamoasi yaxshi o'yin ko'rsatmasligiga umid qilaman, deydi Barselona afsonasi. Lionel Scaloni Yamalning qobiliyatlarini yuqori baholadi va u shunday dedi: Yamal futbol xazinasi. U shunday o'yinchiki, unga qarshi himoyalanish aql bovar qilmas darajada og'ir va ehtimol u Ispaniyaga ko'p quvonch olib keladi. Ammo umid qilamanki, yakshanba kuni emas. Albatta uni mehmonxonada qamab qo'yib maydonga chiqarmaslikni xohlagan bo'lardim. Yamal va Messi kabi futbolchilarni qo'riqlash doimo juda qiyin bo'lgan, deydi Argentina bosh murabbiyi.